Siz bilarmidingiz, kelajak kasblari loyihasi doirasida yoshlarga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha bo'lgan hisobda to'lov mablag'lari to'lab berilishi mumkin. Bugungi forumda esa mazkur loyiha doirasida tahsil beruvchi o'quv markazlari o'z ko'rgazmalarini tashkil etgan va ko'rgazma doirasida yoshlar shartnomalarni ham imzolamoqdalar. Keling biz o'quv markazlari bilan suhbat quramiz. Здравствуйте, это наш Стэнфорд учебный центр. Стэнфорд называется. Мы тут предоставляем наши языковые курсы по английскому языку. Начинается со 2 класса и дальше. У нас есть pre-IELTS курсы, Kids английский и IELTS курсы. Вот наши учителя, это сертификаты их. Самый высокий балл у нас шифрат имеет 8,5. Каждый уровень длится 3 месяца, а IELTS у нас 4 месяца.